Shinavandalarni, ulfatlarni, umuman choyxonaga borishni yaxshi ko'radigan insonlarni kasal etsam ishonasizmi? Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan yana bitta qiziqarli kasallik podagra to'g'risida suhbatlashamiz. O'rta asrlarda bu kasallik boylarni, zodagonlarni, shohlarni kasalligi hisoblangan. Nima uchun? Chunki u paytlarda boylikni, yuqori darajadagi ekanligini, insonni g'o'dasi bilan, ko'rinishi bilan, qanchalik gabaritli, qanchalik baquvvat, qanchalik qo'pol qilib aytganda semiz bo'lsa, shunchalik u insonni boy badavlatligi shu bilan o'lchangan. Ovqat yeyishni yaxshi ko'radigan, ayniqsa go'shtli, yog'li, sho'r, achchiq ovqatlarni yaxshi ko'radigan, alkogolli ichimliklarni ichishni yaxshi ko'radigan, ayniqsa pivo va vino iste'mol qilishni yaxshi ko'radiganlar, chekishni yaxshi ko'radiganlar, sho'r, achchiq, tuzlama, hattoki yog'li ovqatlarni sevib iste'mol qiladigan insonlarda ko'proq uchraydigan kasallik bu podagra hisoblanadi. Nima o'zi bu podagra kasalligi? Podagra kasalligi siydik kislotasini me'yordan ortiqcha bo'g'im bo'shlig'ida yig'ilib qolishi oqibatida kelib chiqadigan bo'g'imlarni yallig'lanishi hisoblanadi. Bu o'ziga xos kechadigan kasallik. Ya'ni bu kasallikda bo'g'imda kutilmaganda, ayniqsa kechasi kuchli og'riq pristupi paydo bo'ladi. Odatda klassik kechgan variantida podagra oyoqlarni birinchi bosh barmog'ida bo'ladi. Lekin bugungi kunda kuzatayotgan bemorlarimizda har doim ham birinchi bo'g'im og'rimaydi. Ba'zan boshqa bo'g'imlar ham og'rishi mumkin. Xususan tirsak, to'piq, hattoki boshqa barmoq bo'g'imlarida ham og'riq bilan kechishi mumkin. Og'rish bilan birgalikda bo'g'im shishib ketishi mumkin, qizarib ketishi mumkin, tarang tortib, hattoki qo'l bilan ushlab bo'lmaydigan darajada, qo'l tegsa, hatto prostini tegsa ham og'riydigan darajada kuchli og'riq beradi. Eng qiziqarli joyi shundaki, bu og'riq o'z-o'zidan yana yo'qolib, tinchib ham qolishi mumkin. Bu holatlarda bemorlarimiz yaxshi bo'lib qoldim deb o'ylab e'tibor qilishmaydi. Lekin ma'lum bir muddat o'tgandan keyin bu og'riq yana paydo bo'lishi mumkin va keyingi paydo bo'lganda og'riqning kuchi yanada kuchayishi mumkin. Podagraga tegishli yana bitta belgilardan bittasi o'sha yig'ilib qolgan siydik kislota kristallari teri ostida tugun sifatida yig'ilib qolishi mumkin. Bu tofuslar deyiladi. Klassik kechganda tofuslar asosan quloqda, tirsaklarda, hattoki barmoqlarda ham bo'lishi mumkin. Xuddiki tvorog massasi chiqib kelgandaqa oq quyuq massa ichida yig'ilib qoladi. Bu juda ham noqulay, kosmetik jihatdan ham bemor o'zini juda ham noqulay his qiladi. Lekin bu har doim ham yuz bermasligi mumkin. Podagrani aniqlaydigan o'zini analizlari bor. Eng oddiy analiz bu har qanaqa poliklinika sharoitida topshirsa bo'ladigan qondagi siydik miqdorini aniqlash analizi. Qolaversa, peshob analizini topshirganda ham peshob analizida siydik kislota miqdori birozgina baland ko'rsatilishi mumkin. Buyraklarni uzi qilganimizda esa buyraklarda ko'p holatlarda siydik tosh kasalligi aniqlanadi yoki bo'lmasa tosh darajasida bo'lmasa-da siydikda tuzlar miqdori yig'ilib qolganligi kuzatilishi mumkin. Podagra kasalligida siydik kislotasi kristallari yig'ilib qoladi dedik. Bu esa o'z navbatida yurak qon tomir kasalliklarini kechishini zo'raytiradi. Umuman podagra kasalligi yurak qon tomir kasalliklari, metabolik sindrom, xafaqon kasalligi, qandli diabet kasalliklarini yonida yuradigan eng yaqin o'rtog'i hisoblanadi. Bu kasalliklarga chalingan insonlarda podagraga chalinish ehtimoli yuqori. Endi aytishingiz mumkin, O'zbekistonda deyarli aholimizning 90% go'sht iste'mol qilishni yaxshi ko'radi. Lekin hamma go'sht iste'mol qilgan odamlar ham podagraga chalinmaydi-ku. Kimlar bu kasallikka chalinishga moyilligi yuqori hisoblanadi. Hammaning organizmi ham siydik kislotani bab-baravar yaxshi o'zlashtira olmaydi. Kimnidir buyraklari bu moddani yaxshi o'zlashtiradi, tozalab beradi, kimnidir buyraklari esa bu vazifani uddalay olmaydi. Bu boshqachasiga aytganda nasliy moyillik bilan ham bog'liq. Ikkinchidan, bizni yeyishimiz, nima yeyishimiz, qanaqa yeyishimiz, qanaqa miqdorda yeyishimiz va nimalarni iste'mol qilib ichishimiz ham bu yerda bog'liq. Bugungi kunda juda ham urfga chiqqan har xil energetiklar, gazli ichimliklar, fast foodlar, tayyorlanishi nimadan iborat ekanligi noma'lum bo'lgan moddalarni iste'mol qilishni ko'payishi bu kasallikning yuzaga chiqishini yanada kuchaytirib beradi. Bu kasallikni davolash uchun albatta shifokorga, revmatolog shifokoriga murojaat qilish kerak. O'zboshimchalik bilan bu kasallikni davolashga urinish tavsiya qilmayman.
Sababi quruq og'riq qoldiruvchi bilan bu kasallik o'zicha yaxshi bo'lib qolmaydi. Buni davolashda ishlatiladigan maxsus dori vositalari mavjud. U dori vositalarini esa faqatgina shifokor ko'rigidan o'tgandan keyin, maxsus tekshiruv usullarini o'tkazgandan keyingina diagnoz tasdiqlansa, keyin tavsiya etiladi. Nima tavsiya qilishimiz mumkin? Qachon bu kasallikka chalinmaslik mumkin? Qachonki siz go'shtni sevib iste'mol qilganingizga yarasha suvni, suyuqliklarni ko'p iste'mol qilsangiz, jismoniy harakatni ko'p bajarsangiz, faol hayot tarziga ega bo'lsangiz va sog'lom turmush tarziga rioya qilsangiz, bu kasallikka chalinish ehtimoli kamayib boradi. Podagrani davolash choralari qanaqa? Davolash choralariga keladigan bo'lsak, dori-darmon bilan davolaydigan usullarni albatta revmatolog shifokori sizga tavsiya qiladi, lekin umuman shifokor bo'lmagan holatda ham qilsa bo'ladigan narsalar bu albatta hayot tarzini o'zgartirish. Ya'ni choyxonaga bormang demayman, boring, lekin u yerda mana shunaqa juda ham yog'lik, juda ham sho'r, achchiq, go'shtlik, juda ham hazm bo'lishi qiyin bo'ladigan taomlarni iste'molini imkon qadar hazmi yengil bo'ladigan meva, sabzavot, tabiiy iste'mol qilinadigan vositalarga almashtirishni tavsiya qilgan bo'lardim. Gazli ichimliklar, energetiklar, spirtli ichimliklar, ayniqsa eng bu yerda tavsiya qilinmaydigani pivo va vino kabi ichimliklarni iste'mol qilishdan cheklanish kerak. Ko'proq suyuqlik iste'mol qilish kerak. Ishqoriy suyuqlik, ya'ni ishqoriy tarkibga ega bo'lgan mineral suvlardan ichib turish mumkin. Uni ham uzluksiz ravishda ichish tavsiya qilinmaydi. Ko'proq suyuqlik ichish kerak. Meva-chevani ko'paytirish kerak. Ko'pincha mana hozir pishiqchilik vaqtida gilos, qo'qon gilosi, olcha deyiladi boshqachasiga, keyin qulupnay, askorbinkasi ko'p bo'lgan mevalarni iste'molini ko'paytirsangiz, siydik kislotasini parchalanishiga, yaxshi hazm bo'lishiga yordam beradi. Bugungi kunda stereotiplarimiz o'zgargan. Bugungi kunda boy badavlat inson deganda baquvvat, semiz, ovqat yeyishni yaxshi ko'radigan insonlar emas, balkim o'ziga qaraydigan, sog'lig'i bilan jiddiy shug'ullanadigan, o'zini ustida ishlaydigan insonlar haqiqiy boy badavlat insonlar hisoblanadi. Va mabodo agar sizda ortiqcha vazn yoki boya yuqorida keltirib o'tilgan taomlarni ko'proq iste'mol qilish oqibatida yuzaga keladigan belgilar, xususan boya sanab o'tilgan og'riqlar, harakat cheklanishi, shish kabi belgilar kuzatiladigan bo'lsa, albatta revmatolog shifokoriga murojaat qilishingizni tavsiya qilamiz. Men 13 yillik revmatologik tajribaga ega bo'lgan oliy toifali shifokor revmatolog Ezgu Niyat klinikasida faoliyat yuritib kelmoqdaman. Sizni qiziqtirgan savollar bo'lsa, izohlarda yozib qoldirishingizni so'raymiz. Ularga imkon qadar batafsil javob berishga harakat qilamiz.